بسم الله الرحمن الرحيم. Aytadilar, bir kishi ikki ayoli bo'lib, birinchi ayoli alohida uyda, boshqasi esa ota-onasi bilan yashasa-yu, eri ko'proq ota-onasinikida vaqtini o'tkazsa, safar qilganda ham hamisha katta eshigidan kelib, katta eshigidan ketib, katta eshigidan kelsa, ayoli va 3 bolasini bee'tibor qoldirsa, kunduzi bilan kelmasa, bolalarga ta'lim-tarbiya bermasa, bu adolatdan bo'ladimi yoki ikkalalarini orasida vaqtni teng bo'lishi kerakmi debdilar. Endi qaysi ayol ajrashib ketishni istasa, mana shu narsalarda ikir-chikirga maydalashish kerak. Ajrashib ketmoqchimisiz eringiz bilan? Ha, tortishing mana shu masalalarda, ko'rasiz ajrashib ketasiz. Yo'q, men ajrashishni istamayman desa, mana bunaqa narsalarga odam ozroq bag'rikeng bo'lishi kerak. Chunki aynan mana shuni Alloh aytgan: "Lan tastatiu an ta'dilu bayna nisa'i walau harastum." Haris bo'lsanglar ham ayollar o'rtasida adolat qila olmaysizlar degan. Ayni mana shu masalada kelgan bu oyat. Ya'ni u xotinnikidan ketdimi, endi o'shanikiga kelish kerak. Bunikidan ketdimi, bunikidan ham ketish kerak. Unikida 1 soat bo'ldimi, bunikida ham 1 soat bo'lishi kerak. Yo'q, bu narsani imkoni yo'q. Har holda bir kechqurun bo'lsa ham kelyaptimikan? Ayniqsa hozirgi zamonda. Ota-onalar tushunmaydi, atrof muhit vaziyat ko'tarmaydi va hokazo mingta muammolar bor. Ayollar tushunmaydi. Ha, hozir siz 2-chi xotin ekansiz. 3-chi xotin kelsin ustiga. 3 bo'lsangiz 4-chi xotin kelsin. Keyin u ham kelib olib xuddi shu narsalarni talab qilsin, keyin ko'rasiz, keyin tushunasiz siz o'sha 1-chi xotinning holatini. Ayniqsa siz masalan bir 10 yil, 20 yil yashab qo'ying o'sha eringiz bilan. Keyin bittasi kelib olsinda, yangisi kelib bir tiyinlik haqqigacha ana shunaqa qilib siz bilan talashsin va talashadi ham hali bunaqa qilaversangiz. Kim birovga nima qilsa, xuddi shu narsa o'zingizga qaytib keladi. Bu dunyo qonuni shunaqa. Keyin tushunib yetasiz o'shanda anavi 1-chi xotinning holatini. Ana shuning uchun odam bir bag'rikengroq bo'lishi kerak. Bag'rikengroq bo'ling, Alloh ham sizga shunaqa ofiyat beradi boshqa narsalardan. Siz keldingiz degani sizni ustiga boshqalar kelmaydi degani emas. Kimga nima qilsangiz, xuddi shu narsa o'zingizga qaytib keladi. Hatto shunaqa holatlarni ko'rganmiz. Bittasi masalan 4-chi bo'lib tegadi. Endi o'ylaydiki, bo'ldi, mendan keyin yo'q deb o'ylaydida. Ana shuning uchun bilganimni qilsam bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, shunday bir vaziyatda bo'ladi. Qaysidir bittasi ketib qoladi-da, o'rniga yana keladi boshqasi, keyin haligi 4ni ko'ziga ko'rsatadi. Bu dunyoda ana shunaqa adolat bor, Allohning qonunlari bor. Shuning uchun bunaqa narsalarda maydalashish kerak emas. Masalan, qarang, hozir sizga go'yoki ko'rinyaptiki, endi shaytondan bu. Ana ayol maza qilib yashayapti, 1-chi ayol. Nimaga desa, er doim o'shani oldida, ko'pincha endi ota-onam bor deb o'shani oldida yuradi. Aslida siz hozir ne'matdasiz bu yerda. Nimaga desa, siz erkinsiz, o'zizga xon, o'zizga bek. Mayli o'sha kechqurun kelsa ham, kunduzi ko'p kelmayotgan bo'lsa ham erkak. Sizni oldingizga kelganda o'sha erkak sizniki faqat. Anovi 1-chi ayol ota-ona bilan yashayotganda, garchi u ko'p u bilan turayotganga o'xshab ko'rinsa ham, lekin ota-ona bor ekan, u kundoshdan battar bo'ladi ko'pincha ota-onalar. Kun bermaydi anavi xotinga, kelinga ya'ni. U ehtimol 1 soat, yarim soat ko'radi, ko'rinsa yoki uxlasa o'shanda ko'radi erini, bo'lmasam har vaqtda ba'zida ota-onalar rashkchi bo'ladi. U kundoshdan battar kelinidan qizg'anadi, o'g'lini. Ana shuning uchun siz ofiyatdasiz hozir. O'zizga ne'matingiz ko'rinmayapti, xuddiki siz bechoradek ko'rinyapsiz. Shayton shunaqa qilib ko'rsatyapti sizga. Ehtimol u bechora bo'lishi mumkin aslida. Ana shuni bizga mana qancha savollar keladi. Xuddi shu sizni savolingizni aksi bo'ladi u. Men 1-chi xotinman, faqat meni boshimda hamma g'alva, mana qaynona, qaynotani muammosi. U yalla qilib yuribdi deydi 2-chi xotin deydi. Maza qilib istaganini kiyadi erini oldida, istaganini yeydi, erkalanadi deydi. Men bir gapira olmayman, qo'yada qosh-qovog'iga qarab o'tiraman qaynona, qaynotamni. Istagan kiyimimni kiyolmayman, bir aylanishlarga borolmayman deydi. Qarasangiz, mana bunda uni gapi haq bo'ladi. Ana shuning uchun odam o'ziga berilgan ne'matni ko'rish kerak-da. Bunaqa noshukrlik deyiladi bu narsa. Siz ne'matdasiz, hozir siz ofiyatdasiz, garchi o'zizga o'ziz bechora ko'rinayotgan bo'lsangiz ham. Tarbiya tarbiyani siz berasiz. Erkak tarbiya berish kerakmi endi? Erkak ko'chada ham ishlash kerak, ham mana 2 ta xotin bo'lsa, 2 ta xotinni cho'r-cho'g'riga chidash kerak, ham ota-onani baqir-chaqiriga chidash kerak-da, yana erkak kelib endi bolalarga ham tarbiya berish kerakmi? Siz nima qilasiz unda uyda o'tirib? Xotin kishining vazifasi nima unda? Xotin tarbiya beradi-da bolalarga. Xotin madrasa deyiladi. Erkak odam ko'chani ishini qiladi. Xotinini, bolalarini ta'minlaydi. U o'qitishda, bir o'tirib, ularga pand-nasihat qilishda tarbiyani ayol kishi qiladi uni. Ayol kishi tarbiyalaydi. Nima vazifa bo'ladi aks holda ayol kishining vazifasi? Shuning uchun siz o'zizga berilgan ne'matlarga qarang, o'zizni vazifalaringizga qarang. Bu to'qlikka sho'xlik deyiladi. Aytyapmanki, shuning uchun agar bu narsalarda maydalashaversangiz, oilangiz buzilib ketadi. Hech qaysi erkak bu narsaga chidamaydi, oxiri eringizni ko'ngli qoladi, bordi boradi.
Bir narsani tushunish kerak ayollar. Endi bu bor haqiqat. Qanchalik endi nima endi shu adolatdanmi deyishsin, demasin undan qat'iy nazar. Bu bor haqiqat. Yana aytyapman, nima qilaylik endi shunaqa, erkaklarga tanlash huquqi bersa birinchi oilasini tanlaydi. Aksar holda shunaqa. Nimaga endi bilmaymiz shunaqa. Ha, to'g'ri, birinchisi bezorini chiqarib tashlagan bo'lsa, borib yuborar birinchisiga ham. Yoki Alloh bir rahm qilgan odam bo'lsa, adolat bilan qilar. Lekin aksar holda erkak odam u ikkinchi oilasiga, boshqaga qarab o'tirmaydi unaqa holda. Shunaqa maydalashsa-da. Shuning uchun bunda oilangiz saqlab qolinishini istasangiz, oila shunaqangi karam ustiga quriladi. Karam degani ozroq odam karamli bo'ladi. Endi mayli endi ota-onasi borda, endi bolalari borda deb qo'yaverish kerak. Bunaqa narsada maydalashilmaydi. Allohu a'lam.